Demak, 224-masala. Bizada natriy karbonatning 25% 400 gram eritmasiga necha gram kalsiy xlorid 6 molekula suv kristallik gidratga to'g'ri keluvchi massadagi kristallik gidrat qo'shilganda natriy karbonatning massa ulushi 13% ga teng bo'ladi debdi. Demak, biz hozir bu yerdan birinchi navbatda dastlabki eritmadagi natriy karbonatning massasini topa olamiz. Ya'ni 400 gram 25%. Buning uchun 400 ni ko'paytirib olamiz 0,25 ga tenglik. Demak 100 gram bo'ladi. Demak dastlabki eritmadagi natriy karbonatning massasi 100 gram ekan, biz mana shuni topib oldik. Endi bu yerda reaksiya ketadi. Reaksiyamiz natriy karbonat qo'shilgan o'sha kristallik gidrat, ya'ni kalsiy xlorid ko'paytirilgan 6 molekula suv o'rtasida bo'ladi. Natijada bu yerda natriy xlorid bu eritmada qoladi. Kalsiy karbonat hosil bo'ladi. Bu bizada cho'kma bo'lganligi uchun eritmadan chiqib ketadi va yana o'sha kristallik gidrat tarkibidagi 6 ta suv ajralib chiqadi. Demak, reaksiya mana shu tartibda bo'ladi. Lekin bu reaksiya bizada teng emas. Tenglashtirishimiz kerak. 2 emas, bu yerda 1 qo'yamiz. Bu yerda 1, 2 ta natriy xlor, 1 ta kalsiy karbonat va 6 ta suv. Mana shu holatda reaksiyamiz tenglashadi. Ana endi bizada hozir mana ajralgan cho'kma hisobidan eritma massasi kamayishi mumkin. Va aytib qo'yibdiki, natriy karbonatning massa ulushi 13% ga teng bo'ladi. Demak, natriy karbonat reaksiyadan ortiqcha qolishi kerak ekan. 100 gram bor, 100 gramdan qanchadir reaksiya kirish kerak. Bo'lmasa biz natriy karbonatning reaksiya kirishgan qiymatini bilmaymiz. Men o'zimdan noma'lum qiymat olib x mol deyman natriy karbonatni. Va x mol natriy karbonat bilan mana bu tarkibda 6 ta suv saqlagan kristallik gidratdan ham x mol reaksiya kirishadi. Va 2x natriy xlor hosil bo'ladi hamda x mol cho'kma ajralib chiqadi. Aynan mana shu cho'kma hisobidan eritma massasi kamayadi. Ana endi biz hozir mol miqdorlari o'rtasidagi bog'liqlik oldik. Endi massa bilan bog'lashimiz kerak. Ya'ni x mol natriy karbonatni massasi bizada 106x bo'ladi. Molyar massasiga ko'paytiramiz x ni. Kalsiy xloridni molyar massasi esa kalsiy xlorid 6 ta suv 108. Kalsiy xloridni o'zi 111 qo'shsak 219 bo'ladi. X mol esa 219x. Mana shu tartibda bo'ladi. Endi natriy xlor bizada shart emas va ajralgan cho'kma massasi x mol. Bu yerda x mol cho'kmani massasi 100x ga to'g'ri keladi mana. Endi natijada yakundagi eritmamiz 0,13% bo'lishi kerak. Bu 13% ulushda 0,13 ga teng. Endi tenglama tuzamiz. 0,13 barobar biz suratga yozamiz natriy karbonatning massasini. Chunki natriy karbonat massa ulushi berilgan-ku. Natriy karbonatning massa ulushini topish uchun natriy karbonatning massasini bo'lamiz eritma massasiga. Demak, yuqoriga natriy karbonatning massasi dastlab o'zi 100 gram bor edi. 100 gram natriy karbonatdan reaksiyada 106x ketdi sarflanib. Agar 100 dan 106x ni ayirsak, yakundagi natriy karbonatning demak massasi kelib chiqadi. Endi bo'lamiz eritma massasi. O'zi eritmamiz bizda aytib qo'yibdi 400 gram edi mana. 400 gram eritma bor edi. Mana bu yerda ham 400 yozgan edik. 400 gram eritmaga qo'shilgan kristallik gidrat x mol edi. X mol kristallik gidrat qo'shilgan massasi 219x. Demak 219x ni qo'shsak eritma massasi, lekin bu reaksiya bormasdan oldingi eritma massasi. Reaksiya borgandan keyin esa mana bu yerda ko'rib turibmiz, cho'kma chiqyapti. Mana shu hisobidan eritma massasi kamayadi. Aynan ayiramiz mana shundan 100x ni. Va natijada kelib chiqadi maxrajdagi qiymat oxirgi eritmaning bizada massasi bo'ladi. Endi mana shu qiymatni ishlashimiz kerak. Mana shu tenglamani. Demak 100 minus 106x tenglik 400 ni ko'paytiramiz 0,13 ga 52 qo'shilgan. O'zi 219 dan 100 ni ayirsak 119 bo'ladi. 119 ni ko'paytiramiz 0,13 ga 15,47x. Mana. Ana endi bu tomonga ayirib o'tadi. 100 dan 52 ni ayirsak, menimcha 48 bo'ladi. Tenglik
Endi bu tomonga 106 qo'shish bo'lib o'tadi. Mana oldida minus bor, bu tomonga plus bo'lib o'tadi. 106 ga qo'shamiz 15,47 ni. Demak 121,47 x bo'ladi. X tenglik endi 48 ni bo'lamiz 121,47 ga. 0,395 desak bo'ladi yaxlitlab. Demak biz topib oldik. O'sha reaksiya kirishi uchun nisbatlar 0,395 mol. Endi bu yerda so'ralgan narsa necha gram kalsiy xlorid degan. Biz kalsiy xloridning massasini 219 x dedik. Mana kalsiy xlorid 6 ta suvning massasini 219 x dedik. Demak, qo'shilgan kalsiy xloridni, ya'ni o'sha kristallik gidratni massasini topishimiz uchun biz shunchaki x qiymati 0,395 ni ko'paytiramiz. Kristallik gidrat molyar massasi 209 ga. Demak, necha kelib chiqadi? 0,395 ko'paytirilgan 219 kelib chiqar ekan 86,5 yaxlitlab bo'lganda 86,5 gram. Demak, kristallik gidrat 6 ta suv saqlagan kalsiy xloridning kristallik gidratini qo'shishimiz kerak ekan. To'g'ri javob, demak, ko'rib turganimizdek C javob bo'ladi. To'g'ri javobimiz C.